Assalomu alaykum, men ismim Muhabbat, men 4 yillik meditsina xodimiman. Onajonimlarda jigar sirrozi aniqlangan edi. 4-stepen biz Hindistonga ketishimiz kerak edi. O'zbekistonda bizga diagnoz qo'yishdi. 34 gamoglobin, sahar 28-30 bo'lib ketdi. Hindistonga ketish uchun imkonimiz bo'lmadi. O'shanda bizga Global Trend firmasi nano balzamlarini tavsiya qilishdi. Oqqon bo'lgan bo'ladi, o'zim rezultat ko'rganim uchun oyimga ichirishga qaror qildik, biz ham ichirdik. Hozir alhamdulillah oyim yaxshilar. Oyimga ichirganimizdan biri zont olib tashaldi. O'zlari ovqat yeyaptilar alhamdulillah. Doktorlarga olib borgan edik, rezultat oldingmi, ko'raylik, natijani bilaylik degan edik, olib bordik. Alhamdulillah hozir natijalar zo'r. Hozir 4-stependan 1-stepenga tushimiz. Nano balzamlarni ichdik, Perfecta Luxlarni ichdik, Power Space ichdik, infeksiyalarni o'ldirar ekan bu. Hozir jigar sirrozidan jigar vastanavit bo'lgan. Onajonim hozir alhamdulillah yaxshilar. Hindistonga bormadik. Hozir o'zlari yurib, o'zlari ovqat yeb, ichib yuribdilar. Immunitetlarini ko'tarishiga immunolyokus berdik. Hozir 34 gamoglobin bilan bansadan chiqib ketgan bo'lsak, hozir 104 gamoglobin bilan alhamdulillah yaxshimiz. Biz hozir hammaga minnatdorchilik bildiramiz, tavsiya qilamiz sizlarga ham balzamlardan ichishinglarni.